Yuz terisi juda nozik bo'lganligi uchun to'g'ri kelgan mazlarni surish mumkin emas. Men sizlarga bugun yuzga, aynan yuz sohasiga surish mumkin bo'lmagan 6 xil mazlar haqida gapirib beraman. Qaysi mazlar va nima uchun surilmaydi? Sababi nimada? Birinchisi bu kuchli gormonal mazlar. Ya'ni tarkibida klobitazol, agar mazlarni sotib olishingiz mumkin, dermatologiyada ishlatiladigan mazlarni sotib olishingiz mumkin, instruksiyasida o'qib ko'rasiz. Tarkibida klobitazol sostavi bor bo'lgan maz yoki krem bo'lsa, mutlaqo yuzingizga surmang. Masalan, eslatib o'taman, Dermovite, Clovate, Clobinat juda ko'p. Faqat juda kuchli gormon bor tarkibida. Nima uchun surish mumkin emas? Birinchidan, yuz terisini yupqalashtirib yuboradi. Ikkinchisidan, yuz terisida mayda kapillyar qon tomirlarini yuzaga chiqarib qo'yadi. Teleangioektaziya deyiladi. Uchinchisi, yuzni baryer funksiyasini pasaytirib yuboradi, ya'ni himoya funksiyasini pasaytirib yuboradi. To'rtinchisidan, yuzda akne, ugrilarni yuzaga keltiradi. Ana shuning uchun bu kuchli gormonal mazlar umuman yuzga surishni taklif etmaymiz. Ikkinchisi bu antibiotikli mazlar. Antibiotikli mazlarni vrach nazoratisiz mutlaqo ishlash mumkin emas. Levomikol masalan, tetratsiklin, gintamitsin mazlari bor. Nima uchun mumkin emas? Chunki yuzning mikroflorasini buzib yuboradi va terining qarshiligini oshirib yuboradi. Uchinchisi, kuchli qizdiruvchi va yuzda qon aylanishini tezlashtiruvchi mazlar bor, malhamlar bor. Bular kapsikam, finalgon, giparin mazlari. Bu nima xususiyatga egaki, nima uchun qo'llamaymiz buni? Bu yuzga birinchidan kuchli qizarishni yuzaga keltiradi, kuchli qizarib ketadi. Kuyish holatlari kuzatilishi mumkin va yuzda allergiya chaqiradi. To'rtinchisi, kuchli keratolytik mazlar, ya'ni tarkibida salitsil kislotasi bor bo'lgan mazlar yuzga surish mumkin emas yoki vrach nazoratisiz mumkin emas. Uzoq surish mumkin emas. Ba'zi bir hollarda mumkin, lekin bu keratolytik mazlarni vrach nazoratisiz surmasligingizni taklif etaman. Tavsiya etaman. Nima uchun? Bu agar uzoq muddat yoki qalin yuzingizga surib qo'ysangiz, yuzning terisini quritib yuboradi. Beshinchisi, bu veterinar mazlar, ya'ni hayvonlarda ishlatiladigan mazlarni odam terisi uchun mo'ljallanmagan, lekin ba'zi bir holatlarda ko'ryapmiz, kuzatyapmiz. Yuzda kanalarning paydo bo'lishida veterinar yam mazlari bor. Ulardan foydalanish mutlaqo mumkin emas. Sababi, birinchidan, terida allergik reaksiyani chaqiradi, terining trofikasini buzadi, terida asoratlar qoldiradi va yuzda normal mikroflora ishlaydigan mikrofloralarni ham o'ldirib yuboradi-da, terini, demak, immun tizimini tushirib yuboradi. Va oxirgisi, ya'ni 6-inchisi, bu hammamiz bilamiz, benzil benzoat mazi. Nima uchun yuzga surish mumkin emas? Sababi, benzil benzoat chisotka, ya'ni qo'tir kasalligi uchun ishlatiladigan 20% va 10% maz hisoblanadi. Bilsak yaxshi, bilmaganlar uchun qo'tir kanasi hech qachon yuzda rivojlanmaydi. Shuni bilib olaylik. Ba'zi bir bemorlar qabulimga kelyapti. Benzil benzoatni ba'zi bir shifokorlar yoki o'zlari aptekalardan olib yuzga suryapti. Mutlaqo mumkin emas. Foydasi ham yo'q, buning zarari ham yo'q, lekin surmaganimiz yaxshi. Sababi, bu benzil benzoat o'tkir formasi bor,
ya'ni bu sal yuzni ta'sirlantirib qo'yishi mumkin. Ikkinchidan, qo'tir kanasi hech qachon yuzda bo'lmaydi. Yuzda umuman rivojlanmaydi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Yuqoridagi mana 6 ta turdagi mazlar yuzga surish mumkin emas. Qanday variant qilish mumkin? Qanday takliflar bor degan savollar tug'ilishi mumkin. Eng muhim tavsiyamiz vrach tavsiyasiga binoan qo'llaniladigan mazlar. Ja bo'lmasa agar vrach huzuriga kela olmadingiz, namlantiruvchi kremlar yuz uchun bo'ladi mumkin yoki tarkibida gormon bo'lmagan, ne gormonal mazlardan foydalansa bo'ladi, lekin har ikki holatda ham vrachning tavsiyasini olganingiz yaxshiroq. Sababi yuz bu to'g'ridan to'g'ri tashqi muhit va tashqaridan birinchi ko'rinadigan bizning oynamiz hisoblanadi. Yuzimizni misol uchun chiroyli qilishimiz, yaxshi qilishimiz, ko'rkam qilishimiz, terisini go'zal qilishimiz albatta vrachning maslahati bilan hech qachon zarar bo'lmaydi. Shuning uchun o'zboshimchalik bilan yoki dorixonalarga kirganda sotuvchi bilan maslahatlashmaslikni tavsiya qilamiz. Huzurimizda, qabulimizda qanchadan qancha bemorlar kelyapti. Sotuvchilar bilan maslahatlashgan holda qabul qila oladi mazlarni, kremlarni yoki boshqa bir preparatlarni. Baribir oxirida yana vrachga qabulimiz kelyapti. 2 karra xarajat yoki bo'lmasa yuz ta'sirlantirib qolgan, allergiya chaqirgan, yuz qizarib ketgan, kapillyarlar ko'rinib qolgan, teleangektaziya holatlar kuzatilgan. Shuning uchun vrachning tavsiyasi birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Sizlar bilan men dermatolog Jafar Saripov bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarga ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.